siyosat arbobi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov shu yil 2 sentyabr kuni og'ir kasallikdan so'ng vafot etdi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, O'zbekiston xalqining buyuk farzandi Islom Abdug'aniyevich Karimovning so'nmas xotirasi barcha minnatdor yurtdoshlarimizning, butun xalqimizning qalbida abadiy saqlanib qoladi. Iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy soha butun dunyo bilan uzoqni ko'zlagan oqilona muloqotga asos soldi. O'z vaqtida ko'pgina ko'rsatkichlar bo'yicha haloq holga tushib qolgan respublika o'zining birinchi prezidenti Islom Karimovning rahbarligida o'ta vazminlik bilan ikkilanmasdan mustaqil strategiya asosida asrlarga tatigulik yo'lni bosib o'ta oldi. Yurtboshimiz o'z xalqini asosiy tayanch deb bildi. Millionlar ishonchi, xalq kuchi prezidentimizga madad berdi. U har birimizning qalbimizdan chuqur joy oldi, munosib o'rin egalladi. U buyuk siyosatchi, fidoyi mamlakat rahbari va o'zbekona baxt formulasini aniq bilgan inson. Eng muhim, eng katta baxt meni fikrim bo'yicha jamiyatga, xalqqa, elga, ota-onaga xizmat qilish va o'zini nomini doim pok saqlash. U doim xalq bilan birga bo'ldi. Xalq ham u bilan. Zero yurt o'z rahbarining donoligi va sodiqligidan kuch oldi. Uni qo'llab-quvvatladi. Aslida mehr muhabbat eng sof tuyg'u. Uni soxtalashtirib bo'lmaydi. Bu buyuk inson cheksiz salohiyat egasi abadiy ehtiromimizni qozondi. U bilan hamisha yonma-yon bo'lganmiz va yorqin xotirasi mudom yodimizda qoladi. Barcha kunlarni boshimizdan o'tkazdik. Barcha sinovlarni boshimizdan o'tkazdik. Lekin bitta narsani men sizlarga aytsam. Barcha sinovlarda men faqatgina xalqimizga tayanganman, suyanganman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Biz ham Islom Abdug'aniyevich, biz ham sizni doimo xotiramizda saqlaymiz va takror aytamiz. Tashakkur, rahmat sizga. Donoligingiz, tinch osuda tonglarimiz, o'zimizga ishonch imkoniyati uchun tashakkur. Mana 3 kundan bir O'zbekistonimizni xalqini boshiga og'ir musibat tushdi. Shuni qatorda bizni Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanining Gulqishlog'ida ham qattiq iztirobdamiz. Allohim ularda qilgan ishlarini aytib ado qilib bo'lmaydi. Hammamizni otamiz bo'lib qolgan ekanlar. Yana ham bir bor bilindilar mana. Alloh joylarini jannatda qilsin, oxiratlarni obod qilsin. Qilgan ishlarini, qolganlarini davom ettiruvchilarga ham Alloh o'zi kuch-quvvatini ato qilsin. Bundan-da ziyoda ishlarni qilib, yana ham xalqimizni ko'kragini bundan-da ko'tarsin Allohim. Hamisha Allohim qalbimizda otamizni qilgan ishlari, bizga yaratib bergan sharoitlari hammamizni qalbimizda abadiy qoladi. Abadiy qoladi. Har kuni hech bo'lmaganda 5 marotaba 5 mahal namozimizni yodga olamiz. Xudo xolasa. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin Allohim. Oxiratlarni obod qilsin Allohim. Joylarini jannatdan qilgan bo'lsin Allohim. Nomay amallarni u taraflardan bergan bo'lsin Allohim. Allohim orqalarini tinch qilsin. O'zbekistonimiz bundan-da ziyoda gullab yashnasin. Bir umr bizni farzandlari ham Karim otamizni qilgan ishlarini deb g'ururlanib eslab gapirishda Alloh nasib ro'za eylasin Allohim. Hech kimdan kam qilmasin.
Otamiz aytganday Allohim ozod vatanda obod yashaylik Allohim. Bundan buyog'ida ham Allohim ozod bo'laylik, obod bo'laylik. Ahillikni qo'ldan bermaylik. Amin. Yurt imoratimizni hammamiz otamiz boshlab bergan yo'lda davom ettiraylik. Xalqim, farzandlarim, men sizlarni hammalaringizni sevaman. Bag'rimga bosaman degan gaplari doim esimizda, yodimizda, o'lsak suyagimizda, tirik bo'lsa yuragimizda abadiy saqlaymiz. Biz Islom Karimovdan rozimiz. Ular bizga yaratib bergan sharoitlarini qaranglar. O'zlarini o'ylamadilar. Faqat xalqim dedilar. Kelajak avlodim dedilar. Parvardigor egam, u dunyolarini bersin, obod bo'lsin. Yotgan joylari keng bo'lsin, yorug' bo'lsin, yumshoq bo'lsin, go'zal bo'lsin. Allohim hurlarga oshno bo'lsinlar. To qiyomatgacha o'lganlarni bilmay yotsinlar. Abadiy qalbimizda saqlaymiz. Xalqimiz ahli bo'lgin deganlar. Boshqalarga ham doim Alloh insof bersin. Ana shu Karimovning yo'lidan shahdam qadamlarni bosishda Alloh hammamizga rozi nasib qilsin. Allohu akbar. Rozi bo'lsinlar. Oilalariga sabr tilaymiz. Oila a'zolariga hamdardlik bildiryapmiz. Alloh sabr toqat bersin, xalqimizga ham sabr toqat bersin. Abad yodda saqlaymiz, Xudo xolasa. Allohu akbar. Namozlarimizda.